Assalomu alaykum hurmatli kanalim kuzatuvchilari. Kulgi terapiya kanalini muxlislari kuzatib borib, menga like, podpiska bosib o'tganlar. Hammalarga yaqinlashib o'tgan 2026-yil ot yili muborak bo'lsin. Mana ilon sudralib kelganda, sekin yana sudralib qaytib ketyapti. Chopqillab ot yili munchalik kirib kelyapti. Hamma otlarga qomat, boylik tilab qolamiz, omad tilab qolamiz. Kimda nimaki niyat bo'lsa amalga oshsin, Xudo xolasa, ushalmagan orzular bo'lsa ushalsin. Mana shu kelayotgan 2026-yil barchaga qutli, barakatli kelsin. Men bir narsa aytmoqchiman. Muchal har 12 yilda qayta takror kelaverar ekan, lekin bu ketgan yillar, sonlar qaytib kelmas ekan. Hammalarga faqatgina esda qolarli va xotira bo'lib qolar ekan. Umr o'tadi, bular qaytmaydi. Umr ham bir kun poyoniga yetadi. Mana shu poyoniga yetguncha o'ynab kulib, mana shunaqangi yaxshi kunlarda diydor ko'rish hammaga nasib qilsin. Bayraminglar muborak bo'lsin. Sizlar bilan qiziqchi so'z ustasi aktyor Ziyonur.